10500 dollarga 2024 19688 km yurgan ideal holatdagi Onyx 545 ning auksion nomerlari bilan sizga eng qiziq generallik ham beraveradi. Onlayn davrdan beraveradi. 4 ta balon yangi, umuman balonda muammo yo'q. Mashinamizga gerb laboy qo'yib qo'yilgan 10 tonirovka rasinalar bor. Salonni bitta ko'rib olasizlar. Salon holati ham ideal. Apshipkalargacha laminat toptirib, xo'p, birinchi rasxodni o'sha ziyon qiladigan rasxodni egalar qilib qo'yganlar. Yaqin 2-3 ming mashinaga sarf qilib yuborganlar. Endi mashina barakalik ekan, aka deylar bitta taxon oladiganman. Mandan keyin oladigan odam ham kamida impala minadi dedilar. Mana shu mashinani 10500 dollarga aka bilan kelishib qo'ydi. 2024-yil 19500 yurgan Mercedes hadovalarni qilingan 4 ta yangi balon to'g'rilgan, xo'p, gerb laboy tonirovka rasina 10 oy bor. Gentra 115 ta rasxod qilsa, bu 100 ga 910 ta rasxod qiladi. Ideal holatda mashinamizni 10500 dollar kelishib qo'ydi. Menimcha bosib o'rmasangiz bo'lmaydi. Bozorda Gentra olaman deb, Nexus olaman deb qidirib yurganlarga mana shu videoni tashlab qo'yaver. Rekord desak ham bo'laveradi. Narxi siz o'ylaganingizdan ham arzon bo'lishi. Mashinamizni, xo'p, zapas balonlar tushmagan 19500 km yurgan. Bu mashinada 10 tonirovka rasinasi bor. 4 ta baloni ham yangi, gerb laboylarni qo'yib qo'yilgan. Mashina ideal holatda. Bir so'z bilan aytganda maza qilib minasiz. Mana qilib taraqtur qilib minmaysizda, mana qilib yaxshisini minib qo'yarsiz. Xo'ja aka, 10500 dollarga ideal holatda. Shunday bosib o'rasizmi? Ag'ir asroshkaga olingan ekan, 10 oydan o'sib to'langan ekan. Bundan chiqdi birinchi ziyonni egalari qilib bo'lganlar, past egalar nomerlari bor. Telefon qilib, maza qilib minib olsangiz bo'laveradi. Mes hada o'ylargacha bo'lgan. Gerb laboy 10 tonirovka rasina. Xo'ja aka, yangi 4 ta balon. Bosib o'rmasangiz bo'lmaydi.